Assalomu alaykum Shahzodbek bloger kanali a'zolari hamda ushbu videorolikimizni ko'rayotgan aziz kuzatuvchilar. Aziz do'stlar, sizlarni ushbu videorolikda ko'rib turganimdan juda ham xursandman hamda har doimgidek videoroligimiz sizlar uchun foydali va qiziqarli videorolik bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, bugungi videoroligimizni mavzusiga e'tibor berib ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Bugungi videoroligimiz mavzusi YouTube kanalimizga arzonroq qilib stream qilishni o'rgatib o'taman. Bizlarga hech qanaqa 40 ming yoki 50 ming dollarga yig'dirilgan kompyuter bo'lmasa ortiqcha narsalar kerak emas. Bizlarga ishni sifati hamda qulayligi kerak bo'ladi, ixchamligi. Nice. Xo'p, videorolikni diqqat bilan tomosha qilinglar, chunki videorolikda dasturlar, ya'ni ulaydigan dasturlar juda ham ko'p hamda keyin o'zini sozlamalarini sozlash ham What? juda ham murakkab ish. Нихуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Shuning uchun videorolikni diqqat bilan tomosha qilinglar hamda videoroligimiz foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Hurmatli obunachilarimiz diqqatiga. Kanalimizdagi videolarni obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni 93% ni tashkil qilyapti. Bu loy degani. Shuning uchun ham sizlardan iltimos, kanalimizga obuna bo'lib, yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Biz esa sizlar uchun bir-biridan ajoyib bomba videolarni chiqarishda davom etamiz. Obuna bo'lganlarga kattakon rahmat. Endi esa bizga stream qilish uchun kerak bo'layotgan narsalarni aytib o'tsam, birinchisi kompyuter, ya'ni notebook, ikkinchisi USB kabel, keyin esa uchinchisi agar olaman desangiz web kamera. Xo'p, birinchisidan boshlasak, ya'ni notebookimizni xarakteristikasini sizlarga qisman aytib o'tsam. Eng past varianti Core 3 bo'lishi kerak. Xo'p, Core 3 bo'lishi kerak hamda ya'ni notebookimizga Windows 10 yoki 11 o'rnatilgan bo'lishi kerak. Xo'p, hozir biz sizlarga aytib o'tdim nima kerakliklarini. Endi esa kompyuterim menyusiga o'tib, sizlarga dastur, qaysi dasturlar kerakligini birma-bir aytib o'taman. Mana kuzatuvchilar, kompyuterimiz menyusiga o'tib oldik. Endi esa keyingi bosqich bizga kerak bo'ladigan programmalarni, ya'ni dasturlarni sizlarga birin-ketin ko'rsatib o'tsam. Birinchi navbatda bizga kompyuterimizga ulash kerak, ya'ni Wormhole dasturi. Wormhole dasturini nima uchun bu dasturni yuklash kerak degan sizlarga savol tug'ilishi mumkin. Bu dastur bizning kompyuter va telefonimizni ulab beruvchi vosita hisoblanadi. Faqat mana bu USB kabelni ulagan holatda bu dasturga kirib biza telefonimizni menyusini ulashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi navbatda esa programma OBS Studio. Bu OBS Studioni tushunganlar tushunadi. Birinchi mana ko'rayotganlar esa uncha tushunmasligi mumkin. Bu OBS Studioda biza ekranimizni, kompyuter ekranimizni zaps qilib, ya'ni yozib olib, video qilib ham chiqarishimiz mumkin, ham stream qilishga ham mana shu OBS Studio yordam beradi. O'zi ikkita dastur. Bu dasturlarni yuklab olishingizni o'rgatib o'taman. Agarda yuklab ola olmayotgan bo'lsangiz, men Telegram kanalimda mana shu kompyuter variantini Telegram kanalimda tashib boraman. Hamda mana bu Wormhole dasturi, hozir sizlarga aytganimdek, bu dasturni telefonga ham o'zini varianti bor. Buni ham yuklab olishni ko'rsataman. Ham telefonga yuklab olishimiz kerak. OBS Studio faqat kompyuterga turadi, lekin Wormhole dasturi ham kompyuterga ham telefonga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Birinchi navbatda Wormhole dasturini ko'rsatib o'taman. Bizga buning uchun brauzer kerak bo'ladi, Chrome brauzeri. Google Chrome'ga kiramiz va bu yerga qidiruv tizimiga Wormhole skachat yoki bo'lmasa Wormhole download deb yozsangiz ham chiqib keladi. Hozir yozib sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, insaga o'tkazaman. Wormhole.
down deb yozsangiz ham bo'ladi. O'zim menga yozib bo'lingan. Mana shunaqa qilib yozib bitta qidiruvga bossangiz, birinchi o'rinda chiqib keladigan sayt, ya'ni r.run saytiga kirib olishingiz kerak. Mana shu saytga kirib olamiz. Hamda birinchi navbatda o'zi mana reklama qilib o'tiribdi, bu kerak emas. Mana bu yerda download, ya'ni yuklab olish degan joyga bosasizlar. Hozir tarjima qilmasin. Bizga hozir saytni tarjima qilishni aytyapti. Download degan joyga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu joyga bosamiz. Bitta bosamiz va bu yerga bizga turlarni keltirib chiqaradi. Wormhole dasturi birinchi navbatda kompyuterga, ya'ni alohida yuklansin deb qo'yilgan. Keyin oxirida pastda esa mobil deb Android, ya'ni telefonlarimiz uchun ham chiqarib qo'yilgan. Hozir biz agar shu Windowsni ustiga bosishimiz kerak bo'ladi va bu yerga mana shunaqa oyna chiqadi. Bu yerga skachat degan tugmani bosamiz. Va bu yerda biza download away mana bu so'zning ustiga bosamiz. Bu yerdan hozir yuklashga yo'naltiradi bizani. O'zi 63 megabaytlik ekan, mana ko'rsatib qo'yilgan 63 megabayt. Yuklab olganlaringizdan keyin buni ustanovka qilish juda ham oson. Agarda qila olmayotgan bo'lsangiz, ustanovka kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men qisqagina short video qilib, shuni tezlashtirilgan variantini ustanovka qilishni o'rgatib o'taman, tushuntirib. Xo'p, buni ustanovka qilish juda ham oson. Xuddi telefonlaringizga Play Marketdan programma yuklab olishdek yuklab olsangiz va ustanovka qilsangiz bo'ladi. Endi esa bizga kerak bo'ladigan dastur OBS Studio dasturi. Buni ham o'sha brauzerimiz orqali kiramiz hamda qidiruv tizimiga OBS Studio down deb yozamiz yoki skachat deb yozamiz, farqi yo'q. Va birinchi kelayotgan sayt o'zini rasmiy sayti bo'ladi OBS Studio. Bitta bosasizlar shu birinchi kelgan saytiga va bu yerga xuddi birinchi programmani yuklaganda bizga turlarni keltirib chiqaradi. Bu yerga mana birinchisi Windows, ikkinchisi MacBook va uchinchisi Linux operatsion tizimlari. Biz hozir Windows bo'lgani uchun Windows ustiga o'zi bosilib bo'lingan. Agar kimlardir MacBook bo'lsa, MacBook ustiga bitta bosib, pastda mana download turibdi mana bu yerda. Ana shu ustiga bitta bosib yuklab olishlari mumkin. Bizga hozir Windows ustiga bitta bosamiz, o'zgaradi, yangilangani va yuklab olishni bizga zip formatda hamda bunday torrent holatda yo'lmasa shuni yuklab olishga berib bitta bosamiz, o'shanda ham keyin yuklab olishga ketadi. Va tepadan yana ko'rib turganingizdek o'tdi va mana bu yerda mana yuklab olyapti. 150 megabayt faylning hajmi, OBS Studioning faylning hajmi. Xullas mana shunday yuklab olasizlar, mana shunaqa saytlardan va chiqasizlar. Endi sizlarga eng zo'r joyini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bularni joyga qo'yamiz hammasini. Buni bera qo'yamiz, buni bera qo'yamiz. Birinchi navbatda Wormhole dasturiga kirib olamiz. Telefonimizni qanday ulashimizni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, Wormhole dasturiga kirdik. Mana shunaqa bo'lim chiqadi va telefonimiz orqali ham kirib olishimiz kerak. Hozir kirib olamiz. Va kabelni ulaymiz, USB kabelni. Bittasini notebookimizga, ikkinchisini esa telefonimizga ulaymiz. Ruxsat beramiz kompyuterimizga fayllarni ko'rish uchun. Va xo'p, bizga shunaqa bo'lim chiqadi. Connect Wormhole deb chiqadi. O'sha Connect Wormhole ni ustiga shuni bossak, bu yerga keyin ikkinchisiga bosamiz. Android degan joyga bosamiz. Mana bu Wormhole'ga kompyuter dasturiga kirganimizdan keyin Android ni ustiga bosamiz. Telefonimiz Android, tepasi iPhone. Pastga Androidga bosamiz va kutamiz. Hozir bizani ulash kerak. Xo'p, ozroq kutyapmiz. Mana o'zi kompyuterimizga ulandi, telefonimiz ekrani mana ulandi. Mana ko'rib turganlaringizdek, hozir men chiqaman. Mana telefonim mana ekrani. Ko'rib turganlaringizdek, mana ekran. Endi xo'p, bu telefonimiz ekraniga ulandi. Endi bunga mana bu kompyuter orqali ham boshqarsak bo'ladi. Mana bu telefon mana shunday turgan holatda mana qo'lim bilan boshqarganim yo'q, kompyuter orqali mana
bemalol yozib boshqarsalaringiz bo'ladi mana. Yozsalaringiz ham bo'ladi даже. Bu hozir bizga shart emas, hozir bizga eng muhimi telefonimizda ulanganligi bilan bo'lindi. Endi bu mayli, bu turibdi. Endi OBS Studioga kiramiz. OBS Studioga kiramizda telefonimiz ekranini bu yerga chiqarib qo'yamiz. Hozir sizlarga kirib ko'rsatib beraman. Mana aziz kuzatuvchilar, OBS Studio dasturiga kirib oldik. Hammada shunaqa menu chiqadi. Buni ko'rib o'tib qo'rqib ketmanglar. Sizlarga hozir dehqonchasiga birma-bir tushuntirib boraman. Xo'p, birinchi mana bu tepada turgan bizani ekran bo'layapti. Bu yerda zaps ketyapti. Bunga teginib o'tirmanglar. Bu teginib o'tirsanglar yana mayda-chuyda muammolar kelib chiqishi mumkin. Bizga eng kerakli bo'layotgan narsa birinchi qadamdan sizlarga o'rgatib kelaman. Birinchi mana bu yerda pastda turibdi, Shahzodbek bloger kanali uchun deb yozilgan. Bu bo'lim hisoblanadi. Sizlarga bu bo'limlar hammasi pustoy turadi, hammasi bo'sh turadi. Buning uchun, buni qo'shish uchun pastda mana bu yerda plus tugmasi bor. Aylar ko'rib turibsizlar, David Senu deb yozilgan. Ana shu plus tugmasi orqali siz kanalingizni nomini yozib, bo'lim ochib olasizlar. Bo'limini ochib bo'lganlaringizdan keyin to'g'risida o'zini ya'ni ekranni zaps qil deydi, yo bo'lmasa yana nimadir qo'yish deydi, yo rasm qo'yish deydi. Bunga ham hozir qo'yishni o'rgataman. Bu ham xuddi shunday pustoy turadi. Bu устройство захвата deb yozilgan. Bu men web kameram. Birinchisi web kameram hisoblanadi. Ikkinchisi esa захват ekrani. Bu notebookimning ekranini men zaps qilyapman. Hozir sizlarga bitta narsani o'rgatib o'tishim kerak. Mana bu telefonimizni hozir ekranni uladik-ku. Ana shu ulaganimizni biza notebookimizga chiqishi kerak. Shuni hozir biza telefonimizni ekranini notebookimizga chiqarishimiz uchun biza захват ekranini oldidagi ko'zchani belgisini bitta bossak, biza notebookimiz ekrani уже qap-qora bo'ladi, ko'rinmaydi. Ya'ni option ko'rinmaydi. Endi esa pastda hozir men buni ekrandan qo'shib qo'ymasam bo'lmaydi. Sababi sizlarga ko'rmay qolish mumkin. Ko'rayotgan, ya'ni o'rgatayotgan narsalarim. Xo'p, shunday qilasizlar. Qap-qora qilganlaringizdan keyin bu yerga plus tugmasi bor. Hozir aytganimdek, plus tugmasi ustiga shuni bosasizlar-da, telefonimizning ekranini chiqarishimiz uchun bizga mana bo'limlardan ko'p bo'limlarga qarab o'tirmaysizlar. Bu yerga biza захват окна deb yozilgan. Ana shu bo'limni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. захват окнаga shuni bosamiz. Bu yerga yozib olsangiz, masalan, o'zlaringiz chalg'ib ketmasligingiz uchun mana bu yerga telefon ekrani deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir men chalg'imayman. Okni bosaman va bu yerga shunaqa bo'lim chiqadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda okno deb birinchi okno deb yozilganga tanlaymiz. Biza hozir bu yerga Wormhole dasturiga hozir zaps ketyapti. Wormhole'ni tanlaymiz. Ya'ni telefonimiz ekrani chiqib kelishi kerak. Hop, va bu yerga pastdagi bo'limlarga teginmaymiz, avtomatik va qolgan bo'limlarga teginmaymiz va ok tugmasini bosamiz. Xo'p, ok tugmasini bosamiz va telefonimiz ekrani birinchi o'rinda chiqib kelyapti. Bu hozir bizga sal kichikroq qilib qo'yishimiz kerak. Tepa nima uchun kerak bo'ladi? Tepa mana shu uchun kerak bo'ladi. Katta kichik qilish uchun. Mana ko'ryapsizlar. Telefonimiz ekranini katta kichik qilish va o'rtaga qo'yish uchun, masalan, mana bu o'rtaga qo'yish uchun kerak bo'ladi. Buni hozir bu shart emas, buni hozir chetroq qilib qo'yaman. Xo'p, endi esa telefonimiz ekrani turibdi. Arqadagi, ya'ni notebookimizni menyusini o'chirishni hozir sizlarga yana ko'rsatib o'taman. Mana bu yerga mana telefonimiz ekranini bu tomondan olib bu tomonga qo'yamiz, o'rtaroqqa. Bu yerga mana bu bo'limga mana захват окна birinchi bo'lim, ya'ni telefonimiz ekrani turibdi. Ikkinchisi esa web kamera, uchinchisi esa захват ekrani, bu notebookimiz ekrani. Oldidagi ko'zchaning ustiga shuni bossak, telefonimiz ekrani shuni turadi. Keyin esa telefonimiz ekranini o'rtaga, chapga, o'ngga burib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana biz sizlarga bitta savol tug'ilishi mumkin. Biz hozir telefon o'ynayotgan paytimiz biz bunday telefon o'ynamaymiz-ku. Bunday telefon o'ynaymiz-ku, masalan, o'yin o'ynasak, yo masalan, nimadir o'ynasak, PUBG shunaqa narsa o'ynasak deb aytishlaringiz mumkin. Buni ham hozir sizlarga yo'lini o'rgatib o'taman.
hozir men ungacha zaxfat ekranini bosaman. Ya'ni notebookning ekranida bu yerga telefonimni hozir masalan qaysidir dasturiga kirib enli qilaman. Mana enli qilgandan keyin o'zi hali yopilib qoldi hamma narsa. Yana bitta bosib kichikroq qilaman. Mana kichikroq bo'lib turibdi. Mana tepani yopyapti. Ana enli bo'lib turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Mana 50 bo'lib turibdi. Yana bitta bosib kichikroq qilaman-da. Endi buni tepa qismidan ana ko'ryapsizlar, mana tepa qismidan, bu tepa qismidan mana shu ekranni, telefon ekrani shuni tepaga tortaman, tortilyapti, ko'ryapsizlarmi? Keyin mana bu chetdagi, mana bu chetdagi telefonning chetdagisiga shuni bosib kattalashtirib olaman. Kattalashtirib o'rtaga tortib, bu qilib mana kattalashtirib to'g'rilab olaman. Va mana o'rtaroqqa qilib, masalan, o'zlaringiz xohishlaringizga qarabda, endi bu ham. Hop, mana ko'rib turibsizlar. 50 ga qo'yib olay. 50 ga turibdi mana. Bunday qilganlaringizdan keyin o'zi men ham yopilaman. Bu endi men yopilib qoldim. Endi buni ustiga ko'tarishni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu tepaga qo'yib tursa, mana bu tomonda mana birinchi telefon ekrani, ikkinchisi web kamera, uchinchisi esa kompyuter ekrani. Hozir meni ustimda telefon ekrani turibdi. Endi ustma-ust chiqarish uchun yana men chiqib keldim. Ustma-ust chiqarish uchun shuni ustiga bosib tepaga ko'taraman. Mana ko'ryapsizlarmi? Tepaga ko'tarilyapti-da va telefon ustiga men web kameram turadi. Hozir telefon meni ustimni yopib qo'ydi. Ya'ni yuzim yopib qo'ydi. Endi esa men web kameram telefonning ustini yopib qo'yadi. Telefondan birinchi turadi. Keyin ikkinchisi mana telefon kamerasi, uchinchisi esa notebookning kamerasi. Shuni ustiga bosasizlar-da. Chetlarni, o'yinlarni to'g'irlab, taxlab, endi o'zlaringizga xohishlaringizga qarab olasizlar mana to'g'irlab. Mana ko'rib turibsizlar, telefon ekrani shunday turibdi. Bemalol o'yin ham o'ynaysizlar, masalan, bu joylarga masalan bunday qilib o'tkazib qidirishlaringiz ham mumkin. Keyin zaps ham qilib, yo bo'lmasa jonli efir ham qilib bemalol olsangiz bo'ladi. Endi buni ko'rsatib o'tdim. Endi boshqa bo'lim ko'rsatib o'tishim kerak. Hozir bu telefon ekranini o'chirib qo'yaman. Kerak emas hozir. Endi oxirgi bo'lim bizga kerak, juda oxirgi bo'lim. Oxirgi bo'limda birinchisi turibdi Nachat Translate. Ya'ni biza YouTube'da jonli efir qilishimiz uchun mana shu tugma kerak bo'ladi. Bu tugmagacha ham ko'p ish bor. Sababi nastroyka qilib olishimiz kerak, so'zlamalarni tahlil olishimiz kerak. Ikkinchisi esa o'sha ya'ni translate jonli efir qilayotgan paytda o'shani sozlash uchun. U uncha ham shart emas. Bizga hozir mana uchinchisi ekran zaps qilyapti. Mana bu pauza bo'lib turibdi. Hozir men pauzani bossam, zapsim to'xtaydi. Shuning uchun bu uchinchisi ekran zaps, ekran yozib olish. Bizga hozir mana bu yerda nastroyka bo'limiga kiramiz. Mana bu yerda. Mana nastroyka bo'limiga ham kirib oldik. Endi esa sizlarga birin-ketin ko'rsatib o'tsam, birinchi kirgan paytlaringiz общий, ya'ni mana bu yerda menyular bor. Общийga kirasizlar, bu yerga tegmaysizlar общийga. Sababi bu bo'limga hammaga bir xil bo'ladi. Bunga tegmaysizlarda ikkinchi bo'limga kirasizlar. Ikkinchi bo'lim ham xuddi mana shunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Boshqa narsalarni talab o'tirmaylar, o'zi bitta narsa ekan. Mana bu yerda defaultni tanlaysizlar. Va uchinchisi translate. Uch boshlanadi. Bu yerga jonli efir qilishimiz uchun bizlar o'sha YouTube'dagi kanalimizni kirgizib olishimiz kerak bo'ladi. Bu degani Google akkauntimizdan kirgizib olamiz bu dasturga. Kirgizib olish uchun mana shu yerga uchinchisi translate'ga kiramiz va bu yerga tepada mana YouTube masalan kimda masalan ijtimoiy tarmoq bo'lsa, Twitter yoki bo'lmasa Facebook, boshqa biza hozir YouTube bo'lgani uchun YouTube'ni tanlaysizlar va bu yerga o'zining serverini tanlaysizlar. Serverni birinchisini tanlab qo'yasizlar va uchinchisiga esa o'zingizning kanallaringizni kirgizish Davavit akkaunt yozadi. O'sha ustiga shuni bosasizlar va Google akkauntlaringizga olib o'tadi.
Google akkauntlaringizdan parolni kirgizib bo'lganlaringizdan keyin hamda OBS Studioga ruxsat berasizlar. Bu juda men aytgan gaplarim sizlarga qanday qilamiz deb o'tirishlaringiz mumkin. Bu juda ham oson. Telefonlaringizga o'zi kelaveradi. Shu pirniyatni shu ustiga bossangiz tamom. Bu aytish boshqa, qo'lda qilish boshqa. Xo'p, xuddi shunday qilasizlar va sirazu ulanadi. Ulangandan keyin mana bu yerda kanalingizni nomi chiqadi. Masalan, hozir menda Shahzodbek bloger chiqib o'tiribdi. Shundan boshqa hozir kanal chiqqani yo'q, ulaganim yo'q. Va mana shuni bo'lim chiqadi. Agar jonli efir qilmoqchi bo'lsanglar, mana shuni ulab qo'yinglar. Agar jonli efir qilmayman, ekran zapis qilib, mana shunday qilib video olib, YouTube kanalimga qo'yaman desanglar, unda bu bo'limim shart emas o'zi, o'sha jonli efir qilish. Endi bitta ikkitalar jonli efir qilib, obunachi to'plar yo'lmasa, o'sha YouTube'ga kirayotgan obunachilar birdana qanday qilib tasodifan kirib ham qolishlari mumkin jonli efirga. Lekin jonli efirni birinchi jonli efir qilish uchun obunachi to'plab auditoriya yig'ib olish kerak. Auditoriya yig'ib olganlar, masalan, 10 mingta yo 20 mingta yig'ib olganlar bemalol mana shu jonli efir bo'limini qo'shib, kanalni qo'shib, mana Google akkauntini qo'shib, keyin jonli efir qilishlarini maslahat berib qolaman. Xo'p, bu translyutni ham tushuntirib o'tdim. Endi vivod. Vivodda bu yerda biz jonli efir qilayotgan paytimiz kerak bo'layotgan nastroykalar. Men shuni rasmga tushirib ham o'zlaringiz ham sozlab olishlaringiz mumkin OBS Studioni. Ekran zapis ketayotgan paytda sozlamalarni taxlash mumkin emas. Shu uchun sizlarga hozir men mana bu o'zim sozlab qo'ygan sozlamalarimni shuni ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turibsizlar, shuni ko'rsatib o'taman. Buni bemalol rasmga olibmi yo bo'lmasa bir to'xtab screenshot qilibmi olib, shu rasmga olib shuni sozlab qo'yishlaringiz bo'ladi. Bunga teginmaysizlar, mana audiosiga 260, 160 hammaga shuni turadi. Bularga umuman teginmaysizlar-da, men bu yerda audio deb yozilgan. Audioga masalan mikrofon olib olishlaringiz mumkin. Mikrofonni mana bu yerga hozir menga 1 yo 100 deb turibdi, ana bu yerga. Mana pastga bularga teginmaysizlar, bular xuddi shuni turaveradi-da. Mana bu mikrofon deb joyiga yozilgan joyiga o'zlaringiz mikrofonlaringizni ulagan bo'lsangiz, o'shani kiritasizlar. Hozir meni web kameram bo'lgani uchun web kameraning o'zida mikrofon bor va web kameramning nomi 1 yo 100 bo'lgani uchun mikrofonni shunga tanlab qo'yganman. Biz videoga kirasizlar. Video eng muhimi, sababi zapis qilib olayotgan paytlaringiz ham, YouTube'ga qo'yayotgan paytlaringiz ham YouTube'ning o'zining shartlari bor, o'zining razmerlari bor. 19 ga 20 1080, 19 ga 20 1080 ana shunday qilib belgilab qo'yasizlar. 19 16 9. Kadr o'tishi esa 30, общий частота kadrov 30. Boshqa narsani belgilab qo'ymaysizlar. Bu klaviatura, bu yana shu dasturga kiraversanglar o'zgartirishlaringiz mumkin. Bu juda ham shart emas sizlarga. Eng shartli, keraklilarni sizlarga ko'rsatib keldim. Agarda savollaringiz bo'lsa, shu OBS Studio yo bo'lmasa birinchi dastur Wormhole bo'yicha Telegram kanalimga o'tib, shapkasiga shuni kirsangiz, meni o'zimning lichkam turadi, lichkamga o'tib yozsangiz ham bo'ladi. Agarda spam bo'lib qolgan bo'lsangiz, Telegram botim bor, o'zi Telegram aloqa botim bor, kontakt bot. O'sha botga kirib, start bosib, savollaringizni yozsangiz, men o'sha botdan sizlarga javob berishga harakat qilaman. Do'stlar, videomiz shu yerda yakunlaymiz. Videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Videomizni shuncha qilgan mehnatimizga bir dona layklarni bosib qo'yinglar hamda kanalimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.